Dada, aya, men sizlarni ko'rishga keldim. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, qizim, rahmat, biz yaxshi. Uyda kamchilik bo'lmayaptimi? Yo'q, kamchiliklarim yo'q. Uylarni yig'ishtirib qo'yaymi? Yo'q, shart emas. Kecha opang kelib o'tirdi. Chala yig'ishtirib ketibdi, yig'ishtirib qo'yavering. Voy, do'ppimi? Как раз erimga tusharkan o'g'lim. Yo'q, erimga tusharkan. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizmi? Yo, va alaykum assalom, rahmat. Yo'q desam ham qo'yarda qo'ymay bir labu narsa berib yubordi. Asbellari chatadi. Mana uyat turadi, mana narsa qilib. Olmaymiz degan sari. Nada yana narsa bor. Keyinchi? Gap yo'q lekin. Zo'r o'pdi. Malades lekin. Qo'yarda qo'ymaydi-da. Ajoyibda bular bor. Voy. Ha? Uydagilar telefonni olib kelyapti. Wow! Samsung Galaxy A16 bu. Keng burchakli kamera, 6-7 dyumli ekran, tez zaryadga oladi. Telefonda og'ir o'yinlarni ham o'qiydi bu. Foto kamerasi dahshat, videolari ham zo'r chiqadi. Undan tashqari quick share fayl va videolarni ham jo'natishda vaqti qiynalmaydi. Dahshat telefoni bu. Ammo ota-onangni ham dadaga qo'yib qolaman-da, zo'r telefonlar ishlatadi-da. Men qara, buni qidirishi sarson bo'lishayotgandir. Bir labo narsa berib yuboribdi, shuni hurmati buni qaytarib beraylik endi. To'g'rimi? To'roningdan ketdik. Yaxshi o'tiribsizlarmi, dada? Aya, charchamay. Bugun qizinglar sizlarni ko'rgani kelib ketdi-yu. O'shanda adashib so'ngkasida sizni mana Samsung A16 telefoningiz borib qopti. Ha, shu bitta mashina bor edi. Bitta borib bo'lgancha ko'zga ko'rindi-da, mana shu. Mana telefoningizni olib qo'yinglar, dadajon, mana. Bitta selfie. Oilaviy. Oilaviy. Bor, oilaviy selfie. Qani, hammalar. To'g'ri tur. Ketdi. Vot, tanaringni ko'zimdan abdana bu. Hop. Ha, ana esdalik bo'lib qolibdi mana. Boshqa oling-ku. Nimaga? Ko'zim yumilib qoldi meni. Qandaysiz? Yaxshi. Yaxshimi? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kamerani o'chiringlar, nima bo'lyapti? O'chirmaydi kamerani. Olyapsanmi? Ol oxirigacha. Reyd, qani uyda ozodaligini ko'rib paylikchi. Yo'q, qanaqa ret, qayerga ketyapsizlar? Ma keling. Keling. Olyapsanmi? Nima muammo ahvol? Nima bu? Uyda remont qilyapti-da. Uyda remont qilmaysiz. Ta'mirlasangiz bo'lmaydimi mashina ishlatib, hamma sharoitingiz bor ekan. Ha? Bu yaxshi, bu yoq qo'shninikimi mo'tamonlar? Ol. Qo'shni tomon mana. Yo siznikimi? Yo'q, u ham meniki. Yo nima ahvol bu? Bunaqa ahvolda qarang, tozalab tursiz bo'lmaydimi? Biz uyga boring. Bunaqa holatni ko'rmaysiz. Tushunyapsizmi? O'zingiz yashaysiz-ku, yo men kelib qilib berishim kerakmi? Uxlayotdingizmi? Yo, endi ertalabcha ishlarni qilib dam olyapti deysiz. Ha, biz ishlayapmiz, endi bular uxlayapti. Yoz. Issiq bo'lib ketdi. Kamchiligini yoz. Kamchiligini nima kamchilik aka? Yo'q, kamchilik yo'q aka. Ana, Shuncha kamchilik turibdi-yu, bardayni qara, bu yoqni qara. bardad o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Bardak o'zbekcha so'z, yoz. Nima uni qo'ylar barayapti. Qo'y bo'lgandan keyin baretda. O'zi barametda og'ayni, ana po'choqlarni bersa, shuni jag'i tinadi. Maza qilib uxlaysiz. Yoz qo'yini ham bir yo'l barayapti deb yoz. O'lchadingmi bu yerda? O'lchadim. 1.10 ga 2.40, xo'jayin. Bu tomonchi. Bu tomon 70 ga 90. Yaxshilab syomka qil. Gul bilan maskirovka qilib qo'ygan perilla qilish o'rniga. Shuni metal martdan chiroyli perilla qildirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ha? Balasina fasoni bor, trenddagi palma fasoni bor, 10 yilgacha garantiyasi bor, 1 yillik servis xizmati bor, zanglamaydi. Unaqa qimmat ham emas. Yo men qildirib berishim kerakmi shuni ham? Biz uyga boring, hamma yo'q, mana chiroyli perilla. O'zingiz yashaysiz, baraka topkur. Qanchada qiladi uni? Bir kun ela qilib ketamiz aka. Chinlamasan, jim turib. To'xtanglar. Kimsizlar? Sizlar meni uyimga kelib olib, uni qil, buni qil deb. Metal martamiz. Nima meni uyimga kelib olib red qilishyapsan senlar? Endi hozir trendda bo'lyapti-ku, machi. Seni trendingdan o'rgandim. O'g'lim, mana aytgan pistoletingizni olib keldim. Men bunaqasidan demadim. Men hali pufat chiqadigonidan dedim. Ha, jon bolam, uni tug'ilgan kuningizni olib beraman, esimda. Yo'q, aldaqadan bering dedim sizga. Seni bugun tug'ilgan kuningmi? Ha, dada. Ma. Bu asa avtomatmi? Mahallada bitta bo'ldim. Bigi o'ynayman. Yo'q, to'xta. Ber buni. Ishlarni qilib olib, keyin o'ynaysan. Qo'yga olib qo'yaman, bo'ptimi? Davay, tugat.
Nima qilyapsiz? Minecraftdan uy quryapman o'zimga dada. Nima edi u? Ha shunaqa o'yin bu. Mana meni uyim. Voy barakalla, olim bo'ladi meni o'g'lim. Hozirdan uylar quradi. Barakalla bolam, o'ynaying telefon. Abidgacha ish qildim deb mana shu tovuqxonani qurdingmi? Ha dada, tovuqlarimga katta qurdim-da, qale. Bo'lmabdi bu. Kichkina qilib qo'ygansan. Boshqatdan buzib qur. Otam bolam, cho'mulaqachon bunaqa suv ichmang o'g'lim. Mana sizga meva rashab qilganman. Bu shoptoliligi. Mana bu qarang. Qo'yadi. Qarang, ichida mana tabiiy mevalari ham bor, ko'ryapsizmi? Mana mashindan iching, uyda 6 xil mevaligi bor. Otam bolam, mashindan iching, bunaqa suv ichib yurmang. Xo'p? Xo'p. Hey, Ha dada, ana sovuq choyim qani? men ichuvdim, chaqqab ketib. Sen arg'idan bunday qilib tindirib ichaverasan-da. Yosh bola narsa. Nima bo'ldi o'g'lim? Voy xudoyim. Ayasa! 100 ga telefon qil. Sizda yod bo'lsa olib chiq. Bo'ldi. Bo'ldi, turing o'g'lim. Turing o'g'lim. Jon bolam, ehtiyot bo'lmaysiz. Hey. Ha, it toladimi? Nima bo'ldi? Qo'shnimiz mashinasida urib ketdi dada. Sen o'zing bir narsa degansan, urib ketgan. O'zi urib ketmaydi u. Turaverdingmi qochmasdan, qarab urib ketsa ham. Qochdi, quvlab yurib urdi-da. Men senga ming marta aytganman, qo'shni uyga gilosga o'g'liga tushma bola deb. Ishlasa qilmadimi? Boshimiz ichcha aylanyapti. Mashinaga ishlasa qilmadimi deyapman, to'lab yurmaylik uni ham. Dada, doktorga boring. Doktorga? Doktorda balo bormi? Osmonga 2 marta tupursang yaxshi bo'lib ketadi. Tupur. Deyman. Bo'l dada. Men o metal martga o'tib kelaman. Sen uyda bo'lib turgina odam keladigan edi. Endi nima qilasiz sizda ko'chada yurib dada? Nima qilish kerak? Men o'zim borib kelaman. Seni xotiring chataq, ikkita fason bor. Shuni so'rab kelish kerak. Esingdan chiqib qoladigan odat bor-ku. Ay yo'q, u yoshligimda edi, hozir hammasi yaxshi. O'zim borib kelaveraman dada. Qara, eslab qol. Palma gulli bilan balasina deb so'raysan. Balasina dechi? Balasina. Borasan, biz uyimizga qaysi tushadi, qaysini tavsiya qilasizlar deb so'rab kelasan. Esingda qoladi? Ha, esimda qoladi. Bo'pti, uyda o'tirib turaman men. Bo'p dada. Duymisan? Qalay kira? Nima fasol bo'ldi? Keldim dada. Nima bo'ldi? Mashinamni ko'rib qoldim yo'lda. 22 da kira qilyapti ekan. Nech pul bo'lib yo'l kira? 5000? Dovdir, metal mart nima bo'ldi? Nimaga ketyapsing sen? Ashiga borgandan aytgan fasollaringiz esimdan chiqib qoldi-da. Qo'y, o'zim borib kelaman. Ayting, o'zim boraman. Palma balasina, deymi? Ha, bo'ldi. Palma. Yo, yozib ol bo'lmasa. Yo'q, qaytarib ketaman. Ey, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing ko'rib qolding, ha, rahmat. Oyda oxirgi to'y o'tgin, ha? Ha, bo'ldi, hop, oshdan o'taman. Hop. Nima bu? Balerin. Keldim dada. Ha, nima ekan? Yo'lda adlatib ko'rib qoldim mashinamni. Ha. To'y bo'lyapti ekan, taklifnoma berib ketdi. Qara, uylanyapti ekan. Ha, uylanyapti ekan. Yaxshi, baxtli bo'lsin. To'yga qaysi kostyum shimini kiyasan? Men oq kostyum shim kiyaymikan deyapman. Sizchi? Men haligi palma gulli ko'ylagim bilan balasina shimimni kiyaymikan deyapman. Voh, zo'r bo'lardi. Zo'r bo'ladi. Metal mart, nima bo'ldi metal mart? Metal martga ketoding sen, deyman. Yur onangni emmaga bolasi. O'zim olib borib kelmasamman shuni. Shu ona tomonda xotirasi pasmi deymanda, tog'alariga tortgan bu it. Yur oldimga tush it. Qachada ishlaysizmi o'g'lim? Kelinglar, metal martga xush kelibsizlar. Balasina bilan palma fasonni ko'rsating bizga. Mana bu balasina fasonimiz. Aha. Bu palma fasoni mana. Yo, meni telefonimdan chiqib ekan mana. Qaysi fason mana? Ha, bu balasina fasoni, boshda ko'rsatgan. Ha, balasina fason shumi? Mashindan qildiramizda, uyga borib chiroyli qilib berish kerak. Qaysi fasondan qildiramiz ekan? Balerina. O'z bilasiz-ku, to'g'rimi? Balasina fasondan qilib berasiz. Menga qara, ustalardan borib choy poyga qarab turgin. Shunday bir tez ish qiladi deb eshitganman. Men ayang bu narsa aytgan, bozordan olib olishim kerak. Qovun tushirmassan? Yo'q, men tez ekan bu metal martdagilar bir pasda qilib ketishdi. O dada. Uydamisan? Ha, uydaman. Ayingdan so'rachi, bozordan biroz ovoling dodi esimdan chiqib qoldi. Ha, bo'ldi, hop. Ota bola bir xilmiz. Tush qoldimga, so'qqa. Seni o'zim olaman. Kel ichkariga. Kemaga. O'tir. Assalomu alaykum, Qo'qon universiteti Andijon filialiga xush kelibsizlar. Qonun aka. Yaxshimisiz? Molni odam qilish kerak.
Shunga qabul hali ham bo'lyaptimi? Ha, tog'a, qabulimiz davom etyapti. Hamma yo'nalishlarimiz bor. Magistratura, masofaviy ta'lim, kunduzgi, hammasi bor. Qaysinga topshiradi o'zi? Iqtisod yo'nalishi bor-a? Bor, iqtisod bor. Qayerdasan? Iqtisodga topshirasan. To'xtang, bu bolani o'zidan so'raylik, balki boshqa maqsadi bordir. Nega qiziqadi? Qaysi yo'nalishga topshirmoqchisiz? Ayam tarix o'qituvchisi bo'lasan deyapti. Dadam iqtisodchi bo'lasan deyapti. Yo'q, o'zingizda nima maqsad bor? O'zim doktorlikka qiziqaman. Ha, doktorlik. Nol, shuni uyda aytmading-ku menga. Yo'q, aytsa uramanmi? Bir marta chertganmanmi sen? Tog'a, urmang buni. Nima urasiz? Bola-yu bu. Odamlarga foydam tegsin deb doktor bo'laman deyapsiz, to'g'rimi? Yaxshi ko'rgan qizim Nargizani ayasi doktorga beraman deyapti-da, shunga. Ana, o'zini shaxsiy fikri yo'q. Hey, Nargizda ayasi doktorga bersa berib o'lib ketmaydimi? Sen iqtisodchi bo'lasan, tushundingmi? Ko'ryapsizmi ahvolni? O'zini fikri yo'q. Yaxshi ama hujjat topshirgandan 3-4 rasmga tushirib, o'zim bilan kirganim. Nima deyapti ekan kirsan? Nima deyapti? 3-4 ga rasm qilib bersiz, ana kastim-shim kiygizib qo'yasizmi deydi. Molligida bu. Shimni nima keragi bor 3-4 rasmga? Ha? Oshiqcha rasxotmi? Iqtisodchiligingizga borasizlar, tog'a, qarang. Ana, bekarga iqtisodda o'qi demayapman-da bunga men, o'g'lim. Alohida bitta gaplashaylik, yuring siz turib turing shu yerda. Yuring. O'zi yaxshi bo'ldi bir chekkaga o'tganimiz. Iqtisodga kirish qancha bo'lganmiz? Tog'a nima deyapsiz? U davrlar o'tib ketgan. Yo'q, o'tib ketganmi? Ha. Nega qarang, o'zi nimcha iqtisodga kirgizmoqchisiz shu bolani? Siz iqtisodchi bo'lsiz, bu ham iqtisodchi bo'lish kerakmi? Bola doktor bo'laman deyapti, qiziqyapti. Doktor ham yaxshi kasb lekin. Doktor bo'lsa bo'laversin. Men sizga bir gap aytsam, o'zi men ham doktor bo'lgim kelgan. Qarang. Pediatr bo'lish orzuyim bor edi. Nima bo'lmagansiz? Prosta kelmangiz bor-ku, iqtisodchiga tegaman deb turib olganda. Shunga iqtisodda o'qidim. Mayli bola, uchraymiz, kelamiz. O'zi palay chatag'aganda palay.